Aziz kuzatuvchilar, hozir yana bitta sinfga kiramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana sinflar. Mana sinf pasportlari, termometrlari, mana o'rnalari. Mana maqolda ham qarang. Faqat kelib ketma, bilib ket. Bu degani maktabga keldingmi, o'rganib, o'qib, ta'lim olib ket degani. Bular hammasi bunaqa o'quv holatiga tayyor. Mana. Nechta bola o'qiydi bitta sinfda? Bu yerda 24 ta bola o'qiydi. Maktablaringiz necha o'rinli? 250 ta. 250 ta o'quvchi bor. 450 ta bor. Narxi 450 ta bo'lsa, bu yerda shundan 280 tasini mudarris o'qiydi. Ha, smenaga bo'linadi. Bir smena bizlarda. Bir smena. Bir smena. Mana o'rtoqlar. Hamma partalar mana yangi. Shu tashkilotchilardan Alloh rozi bo'lsin. Buni hammasi shu direktorimizning harakatlari bilan bo'ldi. Bo'lmasam Shunday. Men ham anchadan beri kuzatib boraman. Shu direktorlaringiz harakatini o'tganimda, qaytganimda tushaman shu maktabga. Boyagi qiziqqon, ishbilarmon, eng asosiysi direktorimiz ishbilarmon. Shunday. Judayam talabchan va ishbilarmon. Keyin tartib intizomga juda qat'iy rioya qiladi. Endi qarangda, bitta savolim mana shu ba'zi bir mana shu 59 misoldagi maktablarda endi siz ham shu maktabda o'qigansiz. Men ham shu maktabda o'qiganman. Men sizni bilaman. Keyin qarang. Hamma narsani ota-onaga ag'darish mumkinmi? Misol birovga nimaga o'rgatmayapsan desa, otasi urishadi, onasi urishadi, yo bo'lmasa boshqa masala. Shu narsani misol bir yilda bir marta ota-onalar majlisida o'tkazmaydigan sinflar 90% 59-maktabda. Masalan. Ya'ni bizlarda u har oyiga o'tkazilib turadi. Ota-onalar yig'ilishlari sinflar aro har oyiga o'tkazilib turadi. Bunda o'quvchilar bo'yicha direktor bo'lmasa, zavod direktor, zam direktor albatta qatnashadi. Oyma-oy o'tkazilayotgan har bir sinfning ota-onalar yig'ilishida, majlisida rahbarlarimiz qatnashadi. Ular muammolarni aytadi, bu farzandlarining bo'layotgan muammolar yoki yutuqlari, kamchiliklari haqida gapiradi. Umuman qandaydir kamchiliklar bo'lsa, shu yerda hal qilinadi. Bizlarda aytyapman, tartib juda kuchli, juda qattiq, intizom qattiq, to'garaklar muntazam ishlaydi. Mana hozir ham ko'ryapsiz. To'garaklarimiz bizlarda darsdan keyin muntazam to'garaklar bo'ladi, o'qituvchilar kam nima deydi, ololmaydigan o'quvchilar bilan juda yaxshi shug'ullanadi. Chunki ular hammasi baribir rahbarga taqaladi. Shunday rahbariyatga. Qachonki rahbarimiz bizlarga bee'tibor bo'lsa, bizlar ham e'tiborsiz bo'lamiz. Rahbarimiz e'tiborli bo'lgandan keyin intizomni o'zidan boshlash kerak-ku. O'zi tartibli bo'lgandan keyin majbur xodimlarimiz hammasi tartibli. Shunday. Vaqtida keladi. Ko'rasiz, soat 8 da dars boshlanadi. 10 daqiqa 8 da hamma maktabda bo'ladi. Endi o'rtoq kuzatuvchilarimiz, mana endi bitta narsaga misol qilib aytaman. Mana bu opamiz o'qituvchi emas. Men zavqozman. Oddiy xo'jalik mudirasi, xo'jalik mudirasi. Qani endi bizlarda o'qituvchilarimiz oddiy shu bitta mudira fikrlagan fikrni gapirilsa ya bo'lmasa shuni tatbiq qilsa. Endi o'qituvchilarni men gaplashib ko'rdim, bari chiroyli muomala, hammasi madaniyat bizga nisbatan o'ta kuchli, ancha rivojlangan. Mana shundan o'rnak olsak, ancha ma'qul bo'ladi deb o'ylayman. Mayli, endi yana bitta sinfingizni ko'raylik, opa. Mana bir boshdan ko'rsating, mayli, tanlamang. Mana shunday hammasini ko'rib chiqyapman, mana shunday.